akalar qanchalik sekin yuringlar deganimiz sari gazni bosib yotibsizlar. Bilmayman maqsadinglar nima yoki yashaginglar kelmayaptimi. To'g'ri, palakat deyishinglar mumkin, lekin hamma narsaga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz-da. Uyda sizlarni oilanglar, farzandinglar, ota-onanglar kutyapti. Shuni hech qachon unutmanglar. Biz ishlasak-ku bizga pul bo'ladi bilaman. Sizlarni ham o'ylab aytyapman. Mana bu yoqdan Cobalt oldi urilgan Cobalt rasvo bo'lib yotibdi. Mana hamma yoq sochilib, zapchasilar o'zi qimmat bo'lsa, mehnat ham arzon emas. Bu yerda mana keyin sanitimizda tayyor bo'ldi, temir ishlari mana ko'rishinglar mumkin. Xudo xolisa buni ham malarkaga tayyor qilib qo'yganmiz. Morda udarida mana kapotlarni almashtirib, motorlar hammasi yechilgan bu yerda. Mana ko'rishinglar mumkin. Eshiklarni almashtirib, zazorlarni ideal qilib bir tekisda qilganmiz. Mana Cobaltimizda yotibdi. Xudo xolisa buni ham boshlaymiz, buni vaqti keldi. Mana ahvolni ko'ringlar. Temir-ku mayli bitib ketadigan narsa. O'zinglarni asranglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu yoqda yana Cobalt mana dabdala bo'lyapti. Ham kriloni qaranglar. Bunaqa darajada bo'lishini bilmayman qanaqa bo'lishi kerak. Operator bu yoqqa keling. Bu yoqda ham mana lyoxki udari bor. Bu yoqda mana Malibu endi bu polirovka keramikaga olib qo'yganmiz. Bu yoqda mana elektromobil olib qo'yganmiz. 10 tomon krilosi bilan bamper. Bu yoqda mana Mercedes salonlarini qo'yamiz. Nomer alohida tema. Mashina tanlamaymiz. Mana Matiz 4 ta diskalarga ham kraska sepamiz. Bu yoqda BYD Song Plus qo'yamiz. Mana u ham oldi urilgan, ahvoli dabdala. Kimga bilmayman, mana men mushiga mazada, umuman g'ami yo'q, tashvish yo'q. Akalar ehtiyot bo'lib yuringlar, tani joningiz sog' bo'lsin. Avvalambor bizga ishinglar tushmasin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Brend Kuzov hamisha xizmatinglarda, joningiz sog' bo'lsin.